Sotishdan oldin mashinamga nima qilsam narxi ko'tariladi? Shu 3 ta ishini qiling, narxi ko'tariladi. Bu katta remont emas, bu arzon narsalar. Birinchisi kuzovni yartilatish. Agar cho'ntak ko'tarmasa, polirovka shart emas. Oddiy arzon anti-shirin, anti-tsarapina pastalari bilan mashina chizilgan joylarni tozalash. Faqat faraga polirovka qilish shart. Shuni o'zi narx kamida $200-300 oshiradi. Ikkinchisi salon detalini yangilash. Oladigan odam mashinaga o'tirganda birinchi nimani tegadi? Rulni, skorosti, iloji bo'lsa chexollarni yangilab olish kerak. Agar polik holati yomon bo'lsa, yangilab olish kerak. U ham hech bo'lmaganda mashinani tezroq sotishga yordam beradi. Uchinchisi motor otsekini tozalash. Motorni ochib olib, polni yuvish shart emas. Shunchaki namlatani olib, plastik joylarini, changlarni yaxshilab artib, qoraytirib qo'yish kerak. Yana bitta maslahat, sotishdan oldin mashinaning ichidagi barcha shaxsiy narsalarni olib tashlash kerak. Salon anchalik bo'sh va toza qolsa,